Hammaga xayrli kun. 2026-yil 1-mart uy bozoridagi narx-navolarni sizlarga bitta ko'rsatib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like hamda podpiskani bosib qo'yamiz. Xudo xolasa sizlarga yaxshi variantlarni ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib mana opamdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Sotmadingizmi hali? Ipodrom Olim polvon orqasida 8 sotiq, 1 sotiqiga 30 ming degan ekansiz. Nech bildingiz oxirgi marta narxini? 30 ming? Kelishtiramizmi? Kelishtiramiz. Qancha bo'lsa beraveramiz? 28 ming bo'lsa beramiz. 1 sotiqiga 28 dan bo'lsa beraman dedi. Fasad nechi shunda buni? 40 ga 20. 40 ga 20 ekan mana holati. Nomerlari mana 90lik 909 19 ga chiqaverasizlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Opa, sodingiz bersin, charchamang. Assalomu alaykum. Video qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Charchamayapsizmi? Zo'r. Sergeli 3-metro bekatda ekan. Bezremont. 9 etaj ekan, 6-etaj 3 xonali ekan. Xuddi o'zi. Necha kvadrat bu? 89.6. 89 90 kvadrat ekan. 90 kvadrat. Narxi nech bo'lyapti? 65 deyapman. Naqd 65? sanasi 64 ga beramiz. Narx sanasa 64 ga berasiz. Dokumentlar joyida. Joyida. O'zidingiz. O'zimni. Muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q. Akam nomerlari mana 88 812 77 79. Shunda 3-metro bekat chap tarafida, to'g'rimi? Ha, chap taraf bozorchani orqasidagi yumaloq domda 4-domda. Bu gazliga bu. Ha, gazi bor, ha. Bemalol telefon qilaverasizlar akamga. Aka, charchamang. Rahmat. Sodingiz bersin. Hop. Video qilsam bo'ladimi? Salom. Doda video qo'ysam bo'ladimi? Bo'ladi. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Chilonzor 19-kvartalda 4 xona ekan. 3-etaj, balkoni 1,5 ga 6. Xonalar razdelli, remonti bor. 19 qaysi taraf doda? Shunda Ilon ota masjid bor. Ha. Sizdan qaraganingizda 10 qo'lda batalon bor, yosh gvardiya. Aha. O'shani yonida 8, undan keyin 7 yo'li bo'yida. Narxi nech pul buni? 87. Nech pul qilamiz? 86 qilamiz. 86 qilamiz. Dokumentlar joyida. Ha, hamma dokument topdi. Shunda bor, shundan notariusga borib qo'yamiz. Odam nomerlari mana 99 865 67 09. Bemalol telefon qilaverasizlar. Doda, sodingiz bersin. Charchamang. Rahmat, katta Hop, rahmat. Sog' bo'ling. Olsam bo'ladimi videoga? Salom. Video qilsam bo'ladimi aka? Salom. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Nechta variantingiz bor? Chilonzor, Yakkasor. Yakkasor mana ishlab oling. Shayxon Tohir. Shotor Istovelida ekan. Piramid Tower. Yonida-da, to'g'rimi bu? Shuni yonida. 4 etajga 2 etajdan 3 xona, balkoni 2 ga 6, umumiy maydoni 70 metr kvadrat. Yevro remont ekan, mebel texnika bor ekan, mojna ipoteka ham chiqar ekan. Narxi 108 ming. Starting narximi shunda bu? Shunaqa. Nech pul qilamiz buni? O'tib beramiz endi. O'tib beriladigan joyi bor ekan. Beramiz. Chilonzor 12 da bor ekan, keyin Farhod bozorida oldida ekan. 4 etajga 3-etaj 3 xona. Balkon 1,5 ga 3 ekan, 65 metr kvadrat. Remonti bilan buni 92,5 ekan bu. Bundan ham Keyin Chilonzor 12 da bor ekan, Oriental arxiv. Arxivda ekan. 4 etajga 1-etaj, 2 xona 3 xona, balkon 1,5 ga 3, 48 metr kvadrat. Yevro remont, mebel texnika 73 ming ekan bu. Chilonzor 12 da bor ekan, 4 etajga 2-etaj, 1 xona 2 xona qilingan. Balkoni 1,5 ga 3, 34 ekan, 56,5. Shunda narxini nech pul qilamiz bularni? hammasidan o'tib beramiz aka narxini. Nech puldan? $1000 o'tib beramiz. 1000 dan o'taman dedilar. $100 emas, $200 emas, $1000 o'tib Naqd beramiz. pul bilan kelsa, o'tadigan joyi bor ekan. Shunaqa. Bemalol mana shu. Nomeringiz nechi? Nomeri 97 617 17 77. Mana shu nomerga qo'yarasizlar, o'tib beradi variantlardan. Aka, charchamang. Sog' bo'ling. Charchamaysiz. Sodingiz bersin. Xo'p. Doda, assalomu alaykum. Hormang. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Qanaqa ishlar? Sotmaysizmi hali? Osli sochilan darayotibdi. Telefon bo'lmayaptimi? Hech bo'lmayapti. Ya, xudo xolasa mana endi bo'ladi. O'rizorda uy sotiladi, 6 sotiq, 11 ta xona. Fasadi nechi shunda doda? 17 ga 38 39. 17 ga 38 ga 39 ekan. Shunda qarang, O'rizor bozori qaysi tarafida edi? Kirgan arkadan ikkinchi ko'chada. Arkadan ikkinchi ko'cha 10 ga qarab yurganimizda. 10 ga qaragan. 8 sotiq. Narxini shunda hozir 1 sotiqiga 31 so'rab turibsiz. Ha, soat. Nech pul qilamiz?
kelishamiz endi 29 ming 30 ming qo'yamiz olasiz. 25 lardan nima deysiz? Yo. Unaqa o'zi yo'li 30 bo'ldi deyapti yo'da. Oxiri necha pul qilamiz? 30 qo'yamiz endi. 30 mi? Mayli, ularni ham sizlar kelishsalar sunnatiga xudo xohlasa. Dodam 30 deb turibdilar, yana ham kelishiladigan joyi bor ekan. Xudo xohlasa. Mana shu nomeringiz yo'q, qani nomeringiz? Mana nomerlar mana. 93 971 76 09 94 334 52 54 ga bemalol chiqaverasiz. Shunda hozir buni imorat yaxshi holatda. Qaysi? Bu. O'rizormi? Bu yer bu, o'rizor holatda. Ha, Bu yerda bu- faqat dovul bilan hammom qoladi. Ha. Bo'ldi, qo'yilgan hamma yashaydi hammasi. Yer hisobida ekanda. Qaysi? Bu Urizor. Yo'q, nega? Ay, shunaqa bo'ladi pastda. Pastda, ha? Ha, pastda bo'ladi. Nechinchi yil qurilgan imorati? 89. 89-yil imorat ekan. Ayyo. Endi kimdir yashasa ham zo'r-ku hozirgi holati. Yashashib Rasmni bo'ladi. ko'rsatgansiz ko'rdim. Rasm ko'rsatganman. Ha, ko'rsatdingiz. Dodamga bemalol chiqaverasiz. Doda, Ha, sodingiz ha. bersin. Charchamang. Assalomu alaykum. Bekzodmisiz? Ha, qanday? Mana propiskachiymanda. Zo'rmisiz? Bu yerda uy rahmat. Uyni o'zini egasini topish qiyin bo'ladi. Yo'q, egalari ko'p-ku mana. Mana sizni Hozir men shunday video olayotganimda shuni olayam aka. bo'ldi. Mana shu yerga hozir. Gaplashamiz. Salom. Video qo'ysam bo'ladimi aka? Salom. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Beltepa, 3 xona. Shunda bu nechi bu? Uchib telagan ekan. Shu 7-da 9 qavatli. Nechi xona? 3 xona. 3 xona. Beltepa Pajaga Avstriyada. Ha, eski domda. Обычный Eski domda. eski dom aka. Kvadrat qancha? 83 kvadrat. 83 kvadrat. Holati Marmanni. o'rtacha. Kirib yasasa bo'ladi. Narxi nechi pul deymiz? 95 so'rovma kelishaman. Nechi pullarga taqaladi? Tepasida gaplashaman. Narxini 95 dedilar, ustida gaplashiladigan joyi bor ekan. Nomerlari mana 90lik 916 10 18 94lik 871 0072 ga chiqaverasizlar. O'zingiz aka? Ha, o'zim. Aka, charchamang. Doda olsam bo'ladimi? Salom. Olmos metromi. Olmos metro ekan. 3-etaj 3 xona, 3-etaj, 5-etajga ekan. remontlari bilan. Novostroyka bu. Novostroyka, qishlik uy. Nechi pul qilamiz? 69. Kelishayotgan joyi bor. 69 kelishadigan joyi bor. Hamma jihozlari bormi yo Yo'q, remonti bor, polni remonti bor. remontda mebel texnika qo'yish kerak? Mebelchani Nomeringiz necha? Nomeringizni aytib ketamiz. 94 94 663 47 05 ga chiqaverasizlar. Olmos metro atrofidan qidirganlarga Novostroyka. qishlik uy. Charchamang, sodingiz bersin. Video qo'ysam bo'ladimi aka? Salom. Zo'rmisiz aka? Rahmat. Charchamayapsiz? Bu suvda dala hovli sotiladi. Erkin bossan 5 kilometr. Bu suv mossidan 7 kilometr. Shunda bu suvni qaysi tarafida? Bu suvni o'sha daryoga tushadigan joydan chapga 200 metr qilinadi. Havasdan o'tgandan keyin. Havasdan o'tgandan keyin. Sotig'i nechi pul deyapti shunda? Obshu 36,5 ming. 6 mingga chiqadi-da. Ha, dokumenti o'zi 6 sotuq, Aha. 7 sotuqni o'zi asli bu. Bir sotig'i shunda 6 mingdan chiqyapti, ha? Ha, 6 mingdan chiqadi. Kelishtiramizmi? Hay, chiqsa gaplashamiz. Qanchalar? 5 dan nima deysiz? Yo'q, 5 ga bo'lmaydi. 5 dan bitmaymi sotig' aka? Nech puldan? Shu 34 ga beraman. 34 bo'lsa berasiz, ha? Oxirgi narx shu. Oxirgi narxi. Fasadi nechi shunda? 20 ga 35. 20 ga 35, ha? Nomerlari 94 374 55 50 ga chiqaverasizlar. Aka? Charchamang. Mana bu suvga amal qiling yer. Qaysini doda? Mana 3 sotik yer. Bu suv. Bu suvdimi? Ha, 3 sotik yer. 3 sotiq yer ekan. Startoy Nechi pul? 30 ming. Sotiqda 10 mingdan ekan-da. Da. Sal qimmat emasmi? Endi kelishayotgan joyi bor. Kelishiladigan joyi bor ekan, nomerlarini aytganman, qilaverasizlar. Doda, charchamang, sog' bo'ling. Bekzod uycha siz chiqadi. Aka, charchamang, sog' bo'ling. Salom alaykum. Sotmaysizmi aka buni? Salom. Zo'rmisiz? Nech pul qilamiz narxini? 8 ming yozib qo'yamiz, kelishamiz. Yer 5 sotiq, narxi 8 ming. Orientirimiz qaysi taraf? Toshmi ko'ziga aydan o'tgandan Necha kilometr? 9 kilometr. 9 kilometr. Qabiladan o'tiladi, Ha, Tabraski boradi. Tabraskiga boradi. 8 dan ham kelishamizmi yo taqalgani? Yo'q, kelishamiz. Kelishaman dedilar nomerlar. 97 774 8607. Fasadi nechiga nechi? Bu yog'i 20, bu yog'i 25. 20 ga 25. Yer hisobida-da. Yer hisobi. Uchastka Imorat yo'q. olamiz. Yo'q, imorat bilan 10 sotuq o'zi. Imorat bilan olamiz, kelishamiz. Yarimni olib chiqqansizda hozir buni. Ha, 2,5 sotuqlik korobkasi ham bor keyin. Nomerlariga chiqaverasizlar, bitta korobkalari ham bor ekan. Doda, hormang.
Salom. Sotmadingizmi hali? Mashina to'g'rilab beringlar. Sotmadingizmi? Gaplashamiz u yog'ini. Yo'q, Yo'q, bo'lmadi. qarang, o'z nomeringizni qo'yamiz doda. Kim chiqsa o'ziga qilaveradi. Ha, yo'q. O'rtada turmaymiz. Yo'q, telefoninglarni bersangiz keyin deyman. O'sha bizga beradiganingizni ham arzon qilib bersangiz, o'sha sizga bo'lsin doda. Ha, mana sotib beringlar, ikkalovini yo'q qo'yib yuboringlar. O'zingiz gapiringlar, men gapga yo'qman. Yo'q. Mana gapiryapsiz-ku. Sizlar bilan gaplashganim boshqa. Sergeli 2 da ekan. 62 kvadrat. Nechinchi etaj bu? Birinchi etaj. Birinchi etaj, 9 etaj ekan. Ha, 2 xona ekan. Buni nech pul qilamiz doda? 65. 65 bo'lsa berasiz. Holat mana. Sergeli 2 da 2. Bunisi Chilonzor tumani Gavhar. 16-Gorbanitsan ro'parasida. Buni nech pul qilamiz? O'sha oldingi galda Nech pul dedik? 55. 55 bo'lsa berib yuboraman dedilar mana. Bunga telefon qilasizlar, nomerlariga mana. Nomerlari 99 828 75 39 24 etaj zerkalka variant. To'da charchamang. Savdoyingiz bersin. Xo'p. O'rmay. Sonlar yaxshi. Tinchmisiz? Nechta variantingiz bor? Mana qo'yliq, arzon. 100 kvadratli uylar, 80 ming. Metro Qo'yliq bozor. Ha? O'sha atrofi. To'rxona. 6-etaj ekan, 9 etajga 100 kvadrat. Remont yevro. Yevro remont. Ha. 80 ming buni. Ha? Buni nech pul qilamiz? 80 kelishadi egasi. Kelishamiz, ha? Ha, ye, конечно. Ito 100 kvadrat bu. 100 kvadrat, kvadrat katta ekan, zo'r ekanda. 68 kvadrat. Bu qayerda bu? 62. U ham qo'yliq hammasi o'sha bozor oldi. Hammasi? Metro bekatda oldi. 7-bekat. Nomeringiz nechi? Nomerim 97 97 300 300 13 13 68. 68. Ha. Bemalol telefon qilaverasiz. Charchamang. Rahmat. Sog' bo'ling. Bozordan ichkariga jo'natishyapti. Ichkariga qarab kiramiz. Qisara bu. Chilonzor 26 da 5 etajkani 4-etajda to'rxona ekan. Balkoni 2 ga 6. Shunda qishli-a bu? G'ishli emas. Qishli dom ekan. Narxini nech pul qilamiz opa buni? Narxini 91 ming tartibi. 91 ming tartibi? Remont qanaqa? Remonti yaxshi, o'zimiz yashaymiz. 26 ni qaysi tarafda bu? 26 kafe Moskva. Ichkariga qancha kiramiz? Yo'l yuzida bu? Yo'q, yo'l yuzida ikkinchi dom, 12-chi dom, yonimizda 361 bog'cha. Oxirgi narxi nech pul? 90. 90. Startida bu, to'g'rimi? Yo taqalgani? 91 startibi, 90 bo'lishi. Bo'lish 90 dedilar. Holat yaxshi ekan. Nomerlari 99 487 64 56 ga chiqaverasizlar mana. Pastda ham bitta nomerlar 94 663 09 72. Oldimizda 107-maktab. O'zlarini uyi Kafe, anaqa korzinka и havas. Tarqaski bozor ham yaqin. Uzoqligi 1 kilometrcha chiqqan bozorgacha chiqqan. Bu qaysi taraf? Aka assalomu. 22. Zo'rmisiz? Chilonzor 22. Shunda bu To'rxona o'z aslida 2 xonasi turar, 2 xonasi noturar qilingan Buni? kadastr bo'yicha. Albatta. bu qaysi tarafi bu? 2 ga Bu- 6 tarafi. Nejiloy tarafimi yo Jiloy? Bu Jiloy tarafi. 55 kvadrat, balkon 2 ga 6, 90 kvadrat podvali bor. Yevro remont kameralarigacha bor. 22 ni qaysi tarafi? Avtobus kanichkan ro'parasi. Kanichkan ro'par. Nejiloy tarafchi? Nijiloy tarafi 25 kvadrat magazin go'zallik saloni. Go'zallik salonida $250 ijarachisi bor. Magazin bo'sh. Ijaraga qo'ysa ham bo'ladi. Sotilishi 55 kelishamiz. Shunda hozir bu to'rxona 2 ga bo'lingan. Aha. Dokumentlari joyida, to'g'rimi? Alohida qilingan, to'ppa-to'p 2020-yil alohida qilingan. Agar bitta olaman deydigan bo'lsa nech pul Joyda qilamiz? kelishtiramiz. 110 qilamiz. Bir Bittaga. option olaman desa Option 110 olaman. ekan. Ha. Agar bo'lib olinadigan desa 55 bunisi, bunisi 65. Kelishtiradigan joyi bor-a? Joyi bor, kelishamiz. Joyda kelishamiz. Nomerlar akamni mana 93 155 84 70 ga chiqaverasizlar. Aka, savdingiz bersin. Rahmat. Charchamang. O'zida. Hop. Charchamaysiz. Hop. Salom. Opa, video qilib olsam bo'ladimi? Videoga. Variantlaringizni. O'vraymi? Jahon tillarida bor ekan mana. 3 xona, 3-etaj, 4-etajkali dom. G'ishli dom ekan. Jahon tillarida ekan bu. Jahon tillarida 3 xona 3-etaj. G'ishli dom. Balkoni 2 ga 6 ekan. 2 ga Maydoni 6. 72 kvadrat. Yevro remont ekan. 86 ming deyilgan, buni qancha qilamiz? 86 85 qilamiz. 85 dedilar. Chilonzor 2 da bor ekan. 2 xona, 3-etaj, 4-etajkali dom. 48 kvadrat mebel texnika yevro remont ekan. Narxi 70 Mebel ming. texnikalari bilan Buni qancha qilamiz? 70 ta.
68 ga beramiz. 68 ga beraman dedilar. Nomerlar 97 542 24 24. Xo'sh, savdoingiz bersin, charchamang. Mayli, rahmat. Sizlar Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizniki qaysi tarafda? Hop, Yunusobod 14 Yunusobod. kvartalda. 14 ta ekan. To'rt xona ekan. Ikkinchi etaj, 5 etajli. Remonti хороший. Remont yaxshi. 90 kvadrat. 95 ming starti va 92, 91 larga berib yuboriladi. Eng oxiri 90 ga bo'ladimi? 90 ga endi balki kelisharmiz, bilmadim. Kelishiladi. Naqd pul bilan kelsa ustida kelishiladigan joyi bor ekan. Balki. Pastda bor ekan, algoritm. Top, algoritm. 3 xona, 3-chi etaj, 3 xona, 3-chi etaj, 4 etajli. Remont средний, 77-seriya, 72 ming. Remont средний a buni? Da. Qarang, 31 qaysi tarafi? To'g'risi aniq bilmayman. Oxiriga necha pul qilamiz buni? 72 deyishyapti, endi uni o'zlari kelishadi. Nomeringizni ayting. 99lik Aha. 866 14 21. Opam nomerlariga bemalol chiqaverasiz. Opa, savdingiz bersin. Xo'p. Opa, xormang. Oson bo'ladimi? Yakkasaroyda bor ekan, mana bir xona, 3-etaj, 4-etajga ekan. Kirpech, 33 kvadrat, remonti mana. $500. Orbobo kafemi bu? Ha. 55 ming aka. Necha pul qilamiz buni? 52 mingga berib yuboraman. Buni 52 ga berar ekanlar. Nomerlar 95 081 1800. Bu ham o'zim. Shayxon Tohirda ekan bu. 2 xona, 3-etaj, 4-etajga. Ulichinka planirovka. 58 kvadrat. Kuxnya, balkon. Alohidami? Kuxnyaga chiqqan. Ha, kuxniga chiqqan ekan. Kuxnya balkonga chiqqan. Bu ekan. Da. Yevro patkulich 72 ming. Buni necha pul qilamiz? Bo'lishi 72 ming buni. Bo'lishi 72 ekan bu. Nomerlar 95 081 1800. Chiqaverasiz. Bular qaysi tarafda? 20-kvadrat. Chinozor 20 da bor ekan, 2 xona. 65 degan ekansiz. Buni qancha qilamiz? 63 ga beraman. Buni 63 ga berar ekanlar. Uchi. Ha, buni 135 ga berib yuboraman. Men buni. Bu qaysi taraf bu? Olmazor rayon. Tinchlik metro. Versal. Versalni to'g'risi. 9 etajgan 2-etaji, Bankovskiy. 4 xona 100 kvadrat ekan. Remonti yaxshi, holati zo'r. Ikkinchi etaj. Oxirgi narxi necha pul? 135. 135 ekan oxirgi narxi. Mana shu nomerlariga Variant ham bor. Qaysi Agar taraf? uylari bo'lsa olaman. 2 xonali, 1 xonali uylari bo'lsa, anaqa ustiga oplata qilib olaman. bo'ldi. Variant bo'lsa ovolar ekan ham o'zlari sotib ham olar ekanlar. Qilaverasizlar. Opa, charchamang. Xo'p. Qaysi tarafda qolib? Assalomu alaykum. Naqqoshli. Naqqoshlik 2 xona, 3 xona qilingan. 65 ming deyapmiz. Ulutshonka. Katta balkonli 6,5 Taqalgan necha pul qilamiz? 20. 65 ming deyapmiz. kelishiladigan joy bor a? Ozgina tushiramiz. Sebzorda ham bor ekan, bir xona. Sebzorda bir xona. 3-etaj, 5-etaj kerak. 5 etajli uy. 51 ming. Bez remont. Bez remont a? bez Nomeringiz remont. nechi? Nomeringiz Mana. 99 425 1005 ga chiqaverasizlar. 99 425 1005. Opa, charchamang. Predatsiya 2 komnata, Dombrobat. Svoya. Bu yozilmagan ekan opamniki. Ketdik. Opa, olsam bo'ladi? Qog'ozni oling. Ha, bijil qo'yib yuborasan. Assalomu alaykum. Chinozor 20-kvartalda ekan. Bu shunda 40 metr kvadrat. Ulishinka dom. 5 ta 5mi? 5 ta 5. Kirpichmi bu yo panelimi? Kramzit. Keramzit ekan. 2 ga 6 balkon. Narxi 50.500 ekan. Kelishiladimi? Ha, ozgina kelish. Qanchalar? 49 bo'lsa bo'ldi. 49. 46 larga bo'lmaydimi? Oxiri 49 a? 49 dedilar nomerlari mana. 90lik 670 00 45 ga chiqaverasizlar. Opa, charchamang, sog'ligingiz bo'lsin. Salom. Okey, xormang. Video qolsam bo'ladi? Yo'q, video. Qamay. Ha, bu tomonni olaman ha. Sebzorda bor ekan. 9 etajgani 7-etajdan 2 xona. Koridor, общий koridor ekan. Narxi 67700. Nech pul qilamiz? Taqalgan. 67300 qilib beramiz. 67300 dedilar. Endi bari naqd pul bilan kelsa nimadir o'tsalar kerak. Nomerlar 99 654 41 71. Aka, charchamang, savdingiz bersin. 250 ga 300 ga tushir. Svoya. Normal olib qolmagan bo'lsa. Qo'shlik.
Ha do'da. Aka video qo'ysam bo'ladi? Zo'r joylik. Bo'l, gaplashyapsiz. Ko'rishmoqchi edim. Ha. Mirobod tumanida Fayzobod gayini oldik, ha? Alo. Ha, reklama qilishyapti. Shunda hozir opshi maydon 2 sotuvmi yo 1,5 mi? Bitta bunaqa narsa-da. 2 sotuv glovoy joy. Aha. Xohlagan odamga 1, 1,5, 2 beriladi. Ha, bo'lib sotsa ham bo'ladi. Ha, tarsovoy joy, fasadim uzun, 13 metr fasad. Shunda hozir sotug'i 34 500 ha? Ha, Bir sotug'iga. ha, bir sotug'iga. 69 ga aylanar ekanda agar. Ha, ya xayri bor, ozgina xayrini qilib beramiz. Nech pullar taqalgan? Ha, bir 500 ming so'm o'tib beramiz. Kelishdilar aka. Kelishamiz. Kelishdilar aka. Qarang, shunda hozir fasadi necha bo'ladi? 2 sotug' bo'lsa agar buni? Hozir agar to'liq 2 sotuv bo'lsa, fasad 12,5 dan oshiq bo'ladi. 13 ga yaqin bo'ladi. Quruq yer. Quruq yer, nafas qurganman, ana tualet hammani tushib qo'yganman. Qarang. Fayzobod shunda qaysi tarafi? To'liqroq orientiri? Tak, orientir ikkita masjidning o'rtasidagi ko'cha. Ikkita masjid ko'chasida. To'piq Damkom idorasining yonida, eski idorasining yonida uchastka. Dokumentlar joyida. Ha, hammasi joyida. Muammo yo'q, o'zim nomimda. Nomerlar 90lik 950 94 94 bemalol chiqaverasizlar. Ha, ha. Aka charchamang. Sog'lik Salomat bersin. bo'l. Xo'p. Doda sizniki qaysi tarafda? Assalomu alaykum. 3 qahramon bor-ku, 3 Ha. qahramondan Qazonboyga ketasiz-ku. Aha. Avliyota mahallasi bor. Shunaqa. Oldin chala qozoq bo'ladi eski. Ha, ha. O'sha postdan 1 kilometr ichkariga kiriladi. 8,5 sotuq bu. Ha? 8,5 sotuq, 8 ta xona. Ha. Bir sotug'iga 30 mi? Ha. Kelishamiz, kelishtirmaymizmi? Endi borganda kelishamiz endi. Men videoga qo'yaman doda YouTube'ga. Ha. Nech pul qo'yay? Lekin ancha balandroq narxi sal. Endi bola biladi-da, o'g'illarim biladi. 22, 23 larga 22 larga ko'tarmaydi. imorat qanaqa holatda? O'zi yashaymiz o'sha yerda. 8 xonasi bor, o'zi yashaymiz. Endi sotishga endi Startiga 30 ming dedilar. Nomerlar mana 99 636 0807 ga chiqaverasizlar. Dodamning uylari. O'ziga doda? Ha? O'zida uyza? ha, o'zim uyim. O'zlarini uyi. Charchamang doda. Sodingiz bersin. 51 ming bir xonam. Assalomu alaykum. Hola, video qilsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mirzo Ulug'bek Qorasuv 1 degan a? Ha. 9 etajli domni 3-etaji 2 xona. Yangi remont. Yevro judayam remont yaxshi ekan. joyda, bozor, maktab, bog'cha hammasi 81,5 degan ekansiz. judayam qulay joyda. Nech pul qilamiz? 500 tushishi mumkin. 500 tushaman dedilar. Yana ham kelishtirsangiz kerak va naqd pul bilan kelsa yo'q. Taqalganimi? Bu taqalgani bu borib ko'rsanglar, olgili keladigan joyda, o'shaning uchun shunaqa narx. 81 ming bo'lsa beraman dedilar. Nomerlar Judayam 94 805 14 63 ga chiqasiz. Bu qaysi taraf? Ekobozormi bu? Bu Ekobozor, bu ham Mirzo Ulug'bek rayon. Mirzo Ulug'bek Ekobozorda ekan. 112. Buni nech pul qilamiz? 45 degan ekansiz. Ha, buni 1000 tusha olaman. 44 ga berar ekanlar buni. Nomerlari mana 94 805 14 63. Charchamang qolajon, sodingiz bersin. Rahmat. Hop. Sizlarga ham Buni ham rahmat. ovoravering boshqatdan yaxshimisiz? Doda, Men zo'rmisiz? arzon etib qo'ygan ekanman. Nimaga? Bu bolalarim orada nima qilyapsiz dedi. O'shatlarni o'zi ham telefon qilib, nima dokumentingiz chatoqmi dedi. Yo'q, joyida desam, nega arzon sotyapsiz dedi. Haqiqatan ham bunda o'ylab qarasam 11 ming dedim men. Unaqa narxi yo'q u yerda men. Endi hozir mayli 14 ming bo'lsin, yana kelishaman, tushaman ozgina. Narx ko'tarildimi yana? Ya u o'zi 12 sotuv bog' tayyor. Maza qilib Telefon bo'ldimi, doda? Ha? Telefon bo'ldimi? Voy ketma-ket 11 dan bergan joyimda ham bolalarim to'xtatib qo'ydi. Yo'q, Nima qilyapsiz deb. Kelish, u keldi odam. Keldi, mana meni ko'radi-yu televizorda. Ha. Keldi, gaplashdik. Telefon bo'lganda, Ha, to'g'rimi? bo'ldi, ketma-ket bo'ldi rosa. 128 ga kelishgan joyda to'xtatib qo'ydi o'g'lim. Ada arzon berib yuboryapsiz. Hozir nech pul qilamiz? Endi hozir bo'ladigan naqd sanidiyani bo'lsa 12 dan berib yuboraman. Sotigini. 12 ming. Naqdda? Ha, naqd bo'ladigani. Narxi Mana, ozgina bog', ko'tarilibdi. Bog', kurortni joy, maza qilib dam oladigan. Ko'chatda hamma sortidan bor olma uzumlarni. Bemalol chiqaverasizlar. Nomeri Mana. 90 176 53 63. Bunaqa Doda, narx baribir hali ham arzon. doda sodingiz bersin. Omon Charchamang. bo'ling. Sog' bo'ling. Opa, video qolsam bo'ladimi? Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz opa? Rahmat. Naqqoshlik, metro Chilonzor. Yangi remontdan chiqqan. Novostroykanmi? Yo'q, 2 xona 3 xona qilingan. Обычный домmi bu? Обычный дом. Yevro remont. Remont. Разделli ekan. Hech kim yashamagan. Razdelli xonalari. O'zi razdelli. Kvadrati 60 metr ekan. Balkoni 60 2 kvadrat 7mi? metr. Shunda 220 ga. Balkoni ham kattagina. 4 etajkan, 4-etaj, 2 xona 3 xona. Yangi Narxi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. 2 xona 3 xona qilingan. Remonti yaxshi. Bunisi sebzor, bu yerda bir xona. Buni nechi pul qilamiz? Buni 51 deyiladi, ya'ni kelishiladi. Bunichi? Buni 66 deyiladi, kelishiladi. Tepasida gaplashadi. Nomeringiz nechi? Bu mana bu onamlarning nomerlari, telefon qilsanglar o'zlari promoy gaplashadi. 99 425 10 05 ga chiqaverasizlar. Telefon qilsanglar gaplashadi. Tepasida gaplashamiz. Xo'p. Aka olsam bo'ladimi? Salom. Assalomu alaykum. Hormang aka. Charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Olmazor-a? Olmazorda. Aha. Qora qamish 2 ekan. 2 G'alaba g'ori balandda yo'l yoqadi. 3 xona 4-etaj. Remontlari yaxshi. Kvadrat qancha? Xo'p, 62. 62 kvadrat. Narxini nechi pul qilamiz? 75 ming. Taqalganimi? Shunaqa, bayam naqdga. Kelishtirsak bo'ladimi yo oxirgi? Tepasi sunnatda gaplashamiz. 75 dedilar, yana ustida gaplashilar ekan. Nomerlar. Gaplashiladi. 94 683 97 90 ga chiqaverasizlar. Beriladi. Akajon, charchamang. Sog'ligingiz bo'lsin. Xo'p. Aka, charchamang. Bekzod o'chi. YouTube'ga qo'yamiz. Ha. Charchamang. Assalomu alaykum. Qalay sotyapsiz? Xudo xormang. Sotmadingizmi? Endi bo'ladi deb qachon bo'lar ekan, 1 yildan poylagan. Nechi pul qilamiz oda buni? 70 so'radim, 68 bo'lmay endi. Yangi Hayot tumani Sputnik 4 da. 4 xona, 4-etaj, 5-etajli dom. 77 seriyada. 77 seriya. Balkon nechi? 2 ga 6. 2 ga 6. Narxi nechi pul? Oxirgisi taqalgani. 68. 68 bo'lsa beraverasiz. Ha. Kvadrati qancha edi? 81 12. 81 12. Kadastr bo'yicha hammasi. Remont qanaqa? Endi remont talab bor, lekin endi o'rtacha-da. O'rtacha. O'rtacha. Bemalol odam. 10 yildan bir qilmayman remont. Nomerlar mana 99 885 84 32 ga chiqaverasizlar. Ha. Xudo o'zingiz-a? Ha, o'zimniki, o'g'lim. Beg'azab meni aytibsan-ga. Charchamang. O'tgan safar Assalomu alaykum. bu qadar aytganda, lekin yopishtirib yubordim. Makler yerga uryapti. Nima yerga uraman makler? Ya, pastga uryapti. Endi bunday anaqalar. Nechi pul so'rayapti makler? Ha? Maklerlar. Maklerlarmi? Ha. 60 berasizmi deydi endi. Tavba qildim. Hozir 2 xonani 60 ga ham bermaydi, to'g'rimi? Shunday. Xudo charchamang. Sog'ligingiz bersin. Rahmat. Xudo xormang. Charchamayapsizmi? Tezlikda sotish kerak. Narxini tushib beryapman. Nechi pul qilamiz narxini? Narxini 5 mingdan tushib beryapman. Срочно. Срочно, a? Ha, 35 ga 38, 5 mingdan tushiryapti. Yangi Hayot rayoni Binokor deydi, ha? Full city 6 kilometr. Full city 6 Jahon kilometr. bozori qilyapti 60 gektar. Hamma bozor chiqadi. 2 3 Ha, ikkala ham. 2 xona 3-etaj, 4-etajga dom, kirpech. 41 68 ekan kvadrati. 35 degan ekansiz-a buni? Nechi pul qilamiz buni? 5 ming tushyapman. 30 bo'lsa berasiz. Narx 30 ga mana. Narx 30 bo'lsa beraveraman. 33 ga beraveraman. 2 xona kvartira. Bu ham yoni o'shani. 76 seriya. Bu ham 76 seriya. Bir xona 2 xona qilingan ekan. 38 deyapman, 5 ming 3-etaj, tushyapti. 4-etajga ekan. 41 metr kvadrat. Buni 38 degan ekansiz. Buni qancha qilamiz? Bu ham 5 ming tushiladi. 5 Srочно. Naqd bo'lsa 33 ming beradi. 33 ga beraverar ekanlar. Nomerlari mana. Срочно dedilar faqat. Bugun erta aksiya olib qolinglar. 90lik 135 30 52 91 135 30 52. Yana bitta nomer bor. 33 33 xuddi shu nomer. Ayting. Mana shu qolgan nomerlar hammasi. Aha. Doda savdingiz bersin. Dodam narxini tushirganlar. Aksiya narxi ortdilar. Shunda ham senga rozi qilaman. Doda men roziman shu tushga ham. Siz sotsangiz men xursand bo'ladi. bo'laman. Agar sanikidan chiqsa. Bo'ldi. Avtozga chiqsa, lekin qachonda chiqsa-da. Doda, sotsangiz men xursand bo'laman. Charchamang. Haqiqiy odamlardan qilib sotsam. Bo'ldi. Doda, savdingiz bersin. Charchamang xo'p. Necha minut bo'ldi? Necha minut bo'ldi? Именно o'sha bola. Hormang aka. Zo'rmiz? Hozir bitta video qo'ying. Bo'ladimi? O'zim olmaysiz. Pastdan tushirib olib. Yo'q, bo'ldi. O'zida olmayman. Uy sotiladi o'zimniki. Chilonzor 24 yevro remont. 10 etajkani 8-etaj 4 xona ekan. 110 kvadrat. Novostroyka bu? Ha, Novostroyka. Qaysi o'rtasida orientir? Orientir o'sha 24-kvartal Uzgazyo'l zapravkani orqa tomonida. Shirindan kirib borganda chap qo'lda keladi. Remont qanaqa? Yevro remont qilingan yangi uy. Narxini 130 degan ekansiz. Buni kelishtiramizmi? Kelishtiramiz, ma'qul bo'lsa uy ko'rsinlar. Planirovkalari juda yaxshi, chiroyli qilingan.
Necha pulga gaplashsa bo'ladi? Endi uy ma'qul bo'lsa o'sha oladigan odam bilan Ustida savdosi bor ekanlar. Nomerlar 93 591 13 74 ga chiqaverasizlar. Holati yevro remont. Mebel texnikasi bormi yo mebel shu shkaf, shu ichidagi yana nima kir mashina, hamma narsa qoldiriladi. hammasi qoldiriladi. Bo'l, akam nomerga chiqaverasizlar, aka. Yangi Savdingiz uyda bersin. yashalmagan yangi uy. Kadastrlar joyda? Kadastr ham hujjat joyida. Bo'l, charchamang akajon, savdingiz bersin. Assalomu alaykum. Xolajon video qo'ying. Yaxshimisiz? YouTube'ga qo'yaman. Uchastka sotiladi. 6 sotiq, pishgan g'ishtakan. Yangi Hayot tumani Sergeli 3 Olchazor mahallasi ekan, ha? Sergeli 1 deylar shuni. Sergeli 1mi bu? Ha, Sergeli 1. Narxi nech puldan? Sotiga 40 deyapmiz. Sotiga 40. Ha. Kelishtiramiz, ha? Yo'q, kelishdi 270. Sotiga 40 uylari bilan billa olsa agar. Oxirgi taqalgan nech pul? Oxirgisi 250 ga beraman. 250 ga bo'lsa beraverasiz, 6 sotiqni xolam 250 ga beraman dedi. Imorat qanaqa holatda? Rosa zo'r holat. Rasmini ko'rsatishim mumkin. Yevro necha etaj? 1 etaj. G'ishtdan qurilgan-a? Ha, hammasi pishgan g'ishtdan. Necha yil qurilgan? 2008-yil qurilgan. Fasadi nechaga necha edi? Fasadi 20 ga 30. 20 ga 30 ekan fasadi. Nomerlariga chiqaverasizlar xolamni, mana nomerlari. Oljon, charchamang, savdingiz bersin. Hop. Aka, bormi? Charchamayapsizmi? Sergeli Straytel ekan-a bu? Straytel, quruvchi bekatini oldida. Nechinchi bekat bo'ladi shunda bu? Nimaga bo'ladi? Nechinchi, qaysi taraf metroni? Quruvchi o'ng tomoni. Ha, o'ng qo'l tarafidagi. Machitdan o'tgandan keyin. Machitdan o'tgandan keyin. Niskoatga yonida. Nimaga kirib ketardimi? Uzun niskalatlari o'sha tarafdan. Bo'ldi. 74 kvadrat, yevro remont. Ishli dom. 9 etajdan 4-etaj, 3 xona, 74 kvadrat. Narxini necha qilamiz? 62500 olamiz, tepasida kelishamiz. 62500 tepasida kelishirlar ekan mana. Kvadraturlar katta. Holat qanaqa? Yevro remont. Yevro remont. Hech kim yashamagan. Nomerlar mana kam. 93 966 64 41 ga telefon qilaverasiz. O'zingiz a? Aka, charchamang. Sog' bo'ling. Nima aka? Yo'q, qo'ymaymiz. Akamni mana Chilonzor 20-kvartaldan variantlari bor ekan. 2 xona, 3-etaj, 4-etajga ekan. Narxi 62. Zirkalni planировка nima ekan, balkoni 1.5 54 kvadrat. Eng katta planировка bu Xrushchevkani. Ichida mebel texnikasi ham bor, ipotekaga ham to'g'ri keladi. Arenter men aygan perkurskadan o'tganda ko'chaning yuzidagi dom. Narxini necha pul? Narxi hammasi narxiga 62 ming gaplashamiz agar oluvchi bo'lsa. Real agar klient chiqsa, necha pullarga taqalib qoladi? 61 larga harakat qilamiz. 61 larga gaplashamiz dedilar. Nomerlari mana. Ipoteka ham to'g'ri kelar ekan. Ipoteka to'g'ri keladi. 93 533 78 00 ga chiqaverasiz. Ichida mebel texnikasi bor. Mebel texnikalar bor? Bor ichida. Kirib yashaydigan variant ekan. Aka, qolmang. Assalomu alaykum. Bu qaysi tarafda? Chilonzor 10 da bor ekan mana. 334 разделный Euro remont. Euro remont mebel texnikasi. Mebel texnika. Ikkita konditsioneri bor, hamma narsa suv filtrlariga hammasi. 93 ming ekan. Kvadrat nechi bu? 67 kvadrat. 67 bo'ldi, tushundim. Chilonzor 25, qani masjidning oldida bir xona 2 qilingan ekan. Ikkinchi etaj. Ikkinchi etaj. 45 kvadratli bu. Ikki xona razdelni qilingan. Buni nijlo qilsa ham bo'ladimi? Yo'q, nijlo bo'lmaydi. Birinchi liniya emas bu? Yo'q, ichkarida ikkita. Ichkarida ekan. Xonalar razdelni. 57500 degan ekansiz. Remont qanaqa buni? Euro remont. Mebel texnikalari ham yangi, upakovka. Buni necha pul qilamiz? Buni 57 qilib beramizda. Oxiri. Nomerlari mana akamniki. 99 989 20 44 90 355 09 44 ga chiqaverasizlar. Aka, savdingiz bersin. Charchamang. Sog' bo'ling. Bugungi bozordagi holat bilan qisqacha bo'lsa ham sizlarni tanishtirib ko'rsatay. Endi xato kamchiliklar bo'lsa oldindan ming bora usul. Bizani qotib qo'ymaslik uchun bitta like bilan yurakchani qizartirib podpiskani bosamiz. Xudo xolasa sizlarga yaxshi variantlarni qo'yib boramiz. Sog' salomat bo'linglar.